Oho, kun ham yorishibdi. Barchalarga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men Uktamov MC va bugungi videoda har doimgidek qishlog'imizda bugun mana shuni aytmoqchi edim. Qishlog'imizga yangi odam ko'chib keldi. Ertalab turib shunday tashqariga chiqib qarasam, mana shu turibdi, keyin ichkari kirdim. Kameramni olib mana video zapis qilyapman bolalar. Mana shu odam ko'chib kelibdi qishloqqa va kecha bir uy yo'q edi. Uy bor edi, faqat taxtadan edi. Hozir mana olmosdan, zumraddan, vau, ichkarisidan o'zi ko'rinib turibdi. Normalniy soqqasi bor odam go'shti qilyapti. To'g'rimi bolalar? Da. Hozir mana esa mana ikkilarni urib, yaxshilab keyin merga sotaman. Bu ham biznesda, to'g'rimi? Keyin urasan, keyin yana ikasan va merga sotasan. Mer esa nima qiladi? Magazinlarga, do'konlarga, har xil joylarga topshiradi. Bizda axir biznes rivojlangan. Nimani ovozi? Ay oyog'im, yordam beringlar iltimos. Nima deydi? Ay oyog'im deydimi? What the fuck? Kimdir bormi? Hey, kimdir bormi? Qaravoringlar, alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Baqirganday bo'ldingizmi? Eshitmoqmanmi? Sandig'imni joylashtirib turdim, oyog'imga tushib ketdi. Oyog'im og'ridi, shunga baqirdim. Ay, yaxshimisiz o'zingiz? Yaxshiman. Shu yerga yangi ko'chib keldingiz-a siz? Kecha ko'chib keldim. Mana bu orqamda san uyingmi? Men uyim. Men qanaqadir bo'mish yashaydimi deb o'ylabman. Xavotirlanayotgandim. Bo'mish bilan qo'shni bo'lib qolmadimmi deb. Sanim bo'y bo'lsang kerak, uyingdan lekin uncha unga o'xshamayapti-da. Mana bo'y bo'lishim shart emas. O'zimga to'q bo'lib yashab yursam bo'libdi, nima? Bu gapingdan to'g'ri. Mayli, sog' bo'l. Men ishlarim ko'p edi. Hali narsalarimni joylashtirishim kerak. Mayli. Nima deydi bu meni? Bo'mish deydimi? What the heck? Uyimga nima qilgan bolalar? Uyim nima? Musirmi? Undan 0 dan 10 gacha baholaydi. Uyim musirmi? Mana ikkala sandig'imga solib qo'yganman ikkala. Bularni olib borib sotaman merga. Ancha o'zidan ketibdi-ku. Buni tarbiyalaymizmi bolalar? Nima deysizlar? Nima qilsak bo'ladi buni tarbiyalash uchun? Prank qilsak yo'q, bilib qolishi mumkin. Uncha prank qo'limdan kelmaydi. Nima qilsak bo'ladi? Zo'r ideya keldi. Men kecha shaharga borib kelgandim, magazinda zo'r narsa ko'rgandim. Hozir men o'shanga buyurtma beraman va kamerani yoqaman. Qachon keladi buyurtmam? 1 soatdan bir turibman. Shahar uncha uzoq emas, lekin prosta ularning buyurtmalari ko'p bo'lsa kerak, sababi normalniy magazinda bolalar bu narsalarni kelgandan keyin mana bo'yvachchan o'zcha yomon kibrlari bor ekan. Bir tarbiya berib qo'yamiz-da. To'g'ri? Uktamov buyurtmam ketdi, mana qaranglar. 3 ta narsa buyurtma qilganman. Sandiq, mana xo'p beradigan narsa va normalniy topor. Sandiqlar to'g'risi mana o'chib tashlaylik bo'ldi. Xo'p, qaranglar. Nima qilamiz? Kech bo'ladi. Mana boy uxlaydi va biz ishga kirishamiz. Ma'lumga chidam olib, kechqurun uyqum kelib qolmasin. Hozir uxlayapsam, keyin uyqum kelmaydi. Ma'lum bo'lsa, yaxshi dam olaydi. Voy, suv sog'dimi? Suv yo'qmi? Kech o'tdi-ku.
Mer uxlaganmikan? Mer debman, bo'y uxlaganmikan? Sal pastroq gapiramiz bo'ldi sababi. Agar uxlamagan bo'lsa bizdan gapirishimizni eshitib qolishi mumkin. Okey, menimcha uxlagan bo'ldi. Biz ishga kirishamiz. Qalinglar, sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Bizning qishlog'imiz tagiga har ehtimolga qarshi bunker qurilgan. O'tgan videoda bilsanglar kerak. Mana uychilar bor. Shu yerga tushib olsak yaxshi bo'ldi. Hop, toshli uydiki. Mana uyimni tagi. Bu esa o'sha boyda uyini tagida mana olmos yotibdi bu yoq. Va tushib ketib qolyapman. Qo'llarni. Buni asta sindiramiz. Hech kim bilmasligi kerak. Как раз sandiqning tagidan chiqqan. What the fucking man bolla? Nima bu? Shunchalik ham ko'p pul bo'ladi. Mana 10 yil ishlasam ham buncha pul topolmayman-ku. Bu qayerdan olgan bu? Shuncha pulli. Bolla, nima bu? Bo'lmabdi. Yoqsam cho'ram. Chiqib qo'ydim. Tushayotgan ekan. Okey, bo'ldi. Bunday qilamiz. Ishqilib yetsin-da. Yo, yetmaydi yo bo'ldi. Yo, yetarmikin? Oraga bo'lmasa bitta sandiq qo'yamiz. Bu yerga sandiq qo'yamiz va bu yerga bitta mana qo'yamiz. Bu yerga ham qo'yamiz. Bu yerga ham qo'yamiz. 5 ta qoldi. Yetar, easy deb. Bu yerga bu yerga berdan bu yerga adashdik. Okey. Tushadimi? Mayli, ertalab xabar olamiz. Hozir ketdik uyga. Ertalab xabar olamiz. Qani pul olganmikan yoki olmaganmikan? Mayli. Ozgina uxlab olayman, ertalab gaplashamiz bo'ldi. Kun yorishibdi bo'ldi. Yo, hammalarga assalomu alaykum. Yana bir marta sizlar bilan yana o'sha Oktamov. Yana 3-marta kamera o'qishim, sababi bugun tekshirishga boramiz. Hali hech kim uyg'onmagan bo'lsa kerak, sababi o'z soat 5lar bo'lyapti. Yaxshi. Xo'p. Bu bunkerga uncha hech kim tushmaydi. Bir 10 yilda bir marta o'tib. Ko'p bizning biznesimiz rivojlanyapti. Yo'q joydan pul olib kelyapti. Lekin bu o'g'irlik-ku. Mayli, bir tarbiyalaylik dedim-da, to'g'rimi bo'ldi? Tarbiyalaylik boydan o'zicha kibr yo'q olganlar o'zlaridan. Bo'lmaydi-da. Bo'lmasa hammalaringga xayr, sizlar bilan Oktamov MC. Hozir men pastga tushib barcha bo'ylarimni olaman-da, keyin boya moslamani buzaman. Sababi ko'proq o'g'irlik qilmaylik, o'zimga yarashasini olaman-da bo'libdi. To'g'rimi? Bo'lmasa hammalaringga xayr. Aytgancha bolalar bu yangi kanal bilan uloq qo'yaman. Agar yangi kanalimga o'tib obuna qo'ysalaring, sizlardan addushi xursand bo'lgan bo'lardim. Shuning uchun davay.
Aytgancha bolalar, men Telegram kanalimda aytgandim. Kim obuna bo'lib menga screenshot tashlasa, o'shalarga rahmat aytaman deb. Xudoy bo'lmasa birinchi